Jadal kompleks rivojlantirish dasturi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarga to'xtalamiz. Bugungi kunda tumanda 220 mingdan oshiq aholi istiqomat qilyapti. Bu aholiga zaruriy ijtimoiy, iqtisodiy sharoitlarni yaratish, ularni yashash turmush tarzini yanada yuksaltirish uchun viloyat hokimligi, tuman hokimligi tomonidan qator ishlar amalga oshirilmoqda. Aynan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yil 1-apreldagi PK 132-sonli qaroriga asosan tumanga 70 milliard so'm mablag' ajratildi. Bu mablag' viloyat kengashi sessiyasida deputatlarimiz tomonidan tasdiqlandi va har oy yakunida navbatdagi sessiyalarda ushbu mablag'ni ishlatilishi deputatlarimiz tomonidan ko'rib borilmoqda. Xususan shu mablag' ajratilgan mablag'ga to'xtaladigan bo'lsak, 70 milliard so'm mablag'ga 10 ta loyiha tanlab olingan. Shu 10 ta loyiha 12 ta yo'nalishdagi obyektlar bo'yicha bugungi kunda ishlar olib borilmoqda. 70 milliard so'm mablag' evaziga amalga oshiriladigan loyihalarga to'xtaladigan bo'lsak, bular asosan turizm zonasi masalasini ishlab chiqish, hududdagi Katta Namangan kanalini tuman markazigacha bo'lgan 4.2 kilometr qismini betollash va aholi uchun sohil bo'yi dam olish maskanlarini tashkil etish, tuman markazidagi Namangan mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Mustaqillik shoh ko'chasidan o'sha Sadaf ko'chasigacha bo'lgan qismini asfaltlash, zamonaviy holga keltirish. 4-si Chortoq tumani Chortoq soyini tuman markazidan oqib o'tuvchi qismini betollash va qirg'oqlarni mustahkamlash. 5-si O'zbekiston mahalla fuqarolar hududidan Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini hududigacha bo'lgan 3 kilometrli markaziy ko'chani asfaltlash va 3 kilometr ichimlik suv tarmoqlarini tortish. 6-chi loyiha O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'ini hududidan Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini hududigacha bo'lgan 3 kilometrli markaziy ko'chani asfaltlash. Navbatdagi loyihamiz Do'stlik, o'sha tumandagi Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini bugungi kunda juda ko'p aholi ko'paydi va o'sha hududda biz endi ochiq turdagi oqova suvlarni filtrlash maydonlarini bo'shatish maqsadida Oromgoh mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi markaziy oqova suv inshootini yaratish va ta'mirlash. 8-loyiha Chortoq soyini Beshkapa mahalla fuqarolar yig'ini hududidan Namangan mahalla fuqarolar yig'ini hududigacha bo'lgan 1,5 kilometrlik qismini kaskadlash. 9-loyiha tumanda tadbirkorlarga sharoit yaratish maqsadida Chortoq soyining qirg'oqlarini betollash va qisqartirish. 10-loyiha bu Chortoq tumani Chortoq soy qirg'og'iga bo'ylab 3 kilometrlik yo'lni asfaltlash. Bu barcha loyihalardan tashqari shu hududdagi bugun hammaga ma'lum Oqtosh, Oqtikan kichik sanoat zonasiga olib boruvchi yo'llarni ham infratuzilmasini ta'minlash. Bu ayniqsa o'sha hudud kichik tadbirkorlik subyektlariga xizmat qilyapti va 2 ta tuman, Yangiqo'rg'on, Chortoq tumanining markazida bir-birini bog'lovchi ko'cha yonida joylashgan. Yana bir loyiha Yashil Belbog' loyihasi asosida obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlarini amalga oshirish uchun ko'chatlar, zamonaviy o'sha dekorativ ko'chatlarni sotib olish ham maqsad qilingan. Yuqorida ham ta'kidladik, o'sha 70 milliard so'm ajratilgan mablag' viloyat kengashi sessiyasida tasdiqlandi. Har oy yakuni bilan amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha tuman hokimining o'rinbosari hisobotini eshitib boryapmiz. Biz deputatlar ham, xususan o'sha tumandan saylangan 4 nafar viloyat kengashi deputati hamda tuman kengashi deputatlari ham ajratilgan mablag'lar bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarni muntazam o'rganib boryapmiz. Taklif mulohazalarni viloyat sessiyasiga olib chiqyapmiz. Va bundan keyin ham mazkur loyihalarni amalga oshirilishi haqida sessiyada axborot berib borishni yo'lga qo'yamiz.